Salom do'stlar, bugun men sizlarga yangiliklar, yangi uzuklar va yangi taqinchoqlar haqida batafsil ma'lumot bermoqchiman va ulardan qanday taqib foydalanish haqida. Bu bizning yangi modelimiz, sonlari oz, razmerlari ham bor. Judayam chiroyli komplektimiz sotuvga chiqdi. Bunimiz brilliant model. Bunaqadan juda kamroq chiqadi, chunki ko'rinishi va toshlari judayam asal, pechatlari ham bor. Bemalol yuvib taqiladi. Sonlar cheklangan do'stlar va kanalga batafsil bu haqda ma'lumot beraman. Bularimiz bizni brilliant model uzuklarimiz. Bularning komplekti ham bor. Bular addening kelgan uzuklar. Ustilari oq, yuvib taqiladi. Har birini pechati bor. Do'stlar, bularimiz ko'proq 17 razmerdan boshlab 20 gacha yoki 19 gacha bo'ladi. Bundan katta razmerlar juda ham kam keladi bizga. 21, 21,5 gacha bo'ladi. Gohida 22 so'rashadi, lekin bunaqa uzuklarimiz 22 razmer juda ham oz. Do'stlar, bunimiz juda ham asal komplekt. Ustilari oq, brilliant model va hashamdor. Buni to'y marosimlarda bemalol taqib yurishingiz mumkin. Uzuklari ham uzungina va qo'lga ham, quloqqa ham juda ham chiroyli yarashadi. Bu ham yuvib taqiladi va ustida oq metali ham juda chiroyli turadi. Bular Baku brilliant modelda ishlangan. Hozir ham juda ham moda bo'lyapti, urfda bo'lgan yangi model. Baku brilliant model bilsalar juda ham chiroyli. Bu xuddi shunaqa qolipda ishlab chiqarilgan va zargarlarimiz har bir chiqayotgan yangi fason tillolardan ishlab chiqarishga harakat qilishmoqda. Bu nok komplektimiz, usti oq modeli. Buni sarig'i ham bor. Bu usti oq brilliant modeli. Bu ham juda ham chiroyli, nejniy. Taqqanda qo'lga va quloqqa juda ham chiroyli turadi. Yuvib taqiladi. Qadalishi ham juda ham nejniy. Buni ham lazer probasi yoki oddiy pechatli probaligi bor. Bu modelimiz semichka deyiladi. Juda ham chiroyli bu ham. Astoydil ishlangan. Har bitta detallari qalin ishlangan. Uzuklari ham nejniy va ustidagi oqi o'z jilosini yo'qotmaydi. Yuvib taqiladi, suvga chidamli. Bu komplektimiz ko'pchilik yaxshi biladi, bog'cha saroy komplekti. Buni usti sarig'i va oqi bor. Sotuvda hozir juda ham ko'proq oq modeli kelyapti. Juda ham qalin, chiroyli va katta ishlangan. Taqilganda ham juda ham nejniy turadi. Yuvib taqishga qulay. Bu komplektimiz yangi komplekt. Gulli, to'liq nomi to'g'risi esimda yo'q. Chunki komplektlarimiz juda ko'p chiqmoqda. Bu ham yangi model. Buni ham o'zi ko'rgansizlar, tillosi ham bor. Tillosi juda ham nejniy. Bu qaranglar, har bir joyi tekis ishlangan. Taqirralari juda ham nafis ishlangan. Bu ananas komplektimiz. Bunga ham yaxshilab e'tibor bersak juda ham chiroyli. Mayda toshlari ham joy-joyida qo'yilgan. Aslida bu toshlar juda ham kichik toshlar hisoblanadi, lekin bular juda ham nafislik bilan ishlangan. Har bitta burchagi chiroyli chiqqan, chunki tekis chiqarib olishni ham o'ziga yarasha san'ati bor. Bularimiz juda ko'pchilik tanigan одноклассник komplekti. Bu ham juda ham chiroyli. Usti oq, joy rangi o'zgartirmaydi. Xuddi tilladaqa. Bu ko'pchilikning yuragidan, ko'nglidan joy olgan komplektimizdan. Addining uzugi ham bor va komplekti ham bor. Do'stlar, bizda yangi ogrankali tillo fasonda uzuymiz. Juda ham chiroyli va nafis. Bunimiz ham yangi model. Buni 5 go'zal desa ham bo'ladi. Bunimiz titanik uzuk kattasi va kichik modeli bor. Atrofi ogrankali va mayda toshli. Buni ham brilliant modeli bor. 7 go'zal uzugimiz.
brilliant model. Usti oqidan, sarig'idan hozir judayam kam, lekin oqi judayam nejniy. Do'stlar, bu qadimgi 5 ko'zli uzi. Buni O'zbekistonda deyarli butun aholisi taniydi. Judayam chiroyli. Bu Shahina uzugimiz. Buni ko'proq sariq varianti yuradi. Orada juda kam hollarda bunaqa chiroyli modeli ham kelib qoladi usti oqidan. Bunimiz siz va men tanigan va eng sevimli uzugim katta uzuk, lotka uzuk deyiladi. Ko'zlari, toshlari judayam yaltillaq, tilla toshda. Naqshlari har bitta detali xuddi tillodaqa ishlab chiqarilgan. Taqqanda ham qo'lga judayam asal turadi. Do'stlar, endi bu uzilar nima deydi? Nijniy uzukchalar. Har bitta ayolga yoqadi. Doim taqib yurishga qulay. Bemalol yuvib taqiladi. Pechatlari ham bor. Ko'zlari judayam mitti bo'lgani bilan mustahkam. Taqqaningizda judayam qulay turadi. Sonlari oz, chunki bu judayam nejniy ishlangan narsa. Har doim sotuvda eng birinchilardan bo'lib tugaydigan uzilarimizdan. Bemalol kir yuvganda, idish yuvganda yuvib taqilaveradi. Qo'ldan yechmasangiz bo'laveradi. Bunimiz ham yana bitta asal komplektlarimiz. Hozir bulardan sotuvga ko'p kelmoqda. Bemalol taqib, mana probalarini ham ko'rsalar ham bo'ladi. Lazer probalilarimiz 90% tillo fasonda. Deyarli bizda tillo fasonda va tillo quyiladigan qoliplarda quyib chiqiladi. Bularni har bittasini chekkalarini chiroyli qilib chiqarish uchun zargarda anchagina mahorat talab qiladi. Chunki buni quyilishi ham o'zi bir ish. Uni chekkalarini, qirralarini chiroyli qilib chiqarish va ko'zlarini birma-bir qo'yib chiqish ham mahorat. Отдельный uzilari ham bor. Va bizda yana bir yangilik, yangi tillo fasonda. Pechatlari bor. Ko'rinishi ham judayam asal bo'lgan komplekt. Va bu yana bir yangi uzugimiz, ogrankali. Va bular mana hozirgi komplektlarda astoydil ko'rsatilgani, pechatlari va ko'rinishi. Mana ko'ryapsizlar, qalin va chiroyli ishlangan. Har biri judayam chiroyli, nejniy ko'rinishidan judayam asal komplektlar bular. Soni cheklangan. Mana o'zlaring ko'ryapsizlar, u darajada ko'p kelmaydi bunaqa taqinchoqlar. Bunga har biri birma-bir qo'l ushlaydi va zargarlar bittalab yasab chiqadi. Yo'qda buni metali oddiy, tillo emas deyiladi, lekin bunga ham xuddi tilloga ketgancha vaqt ketadi. Har birini ko'zini qo'yishda, chekkalarini chiroyli ishlanishda juda ko'p vaqt sarflanadi. Bu uzimiz yana bir xil uzi, judayam chiroyli, ayniqsa qo'lga taqqanda zo'r turadi. Bu brilliant model, ko'zlari ham oq. Judayam nafis ishlangan va ko'pchilikga yoqadi. Hozirda sotuvda bu komplektimiz yaxshi ketmoqda. Bu komplektimiz ham nejniylikni xohlaganlar uchun ko'zlari ham u darajada baland qo'yilmagan, ya'ni judayam nejniy turadi. Va bu komplektlarimizni uzilari avvalda videoda ko'rsatilgan. Bir dona, 2 dona orada uzilarni o'zi kelib qoladi, chunki baribir uzigini ham so'raladi отдельный. Hozircha yangiliklarimiz shular. Biz bilan qoling, kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang.